Mashinalardan bittasi Kama avtomobilini ko'rsataman. Xuddi Bongoga o'xshab ishlab chiqarilgan, Hyundai Porter Bongoga o'xshab ishlab chiqarilgan mashina. 2020-yil ekan. Holati zo'r, kraskasi mana shu oldi anaqasi bilan, panel bilan nariga taraf eshigini ko'rdim. Udar umuman yo'q, hamma joylari cho'tki holatda turibdi, zazorlargacha zo'r. Qirilganiga sepilgan ekan, balolarning ham holati zo'r, konserlargacha bor. Boshdan oxirigacha rami kuzovlada benzin bilan propanda harakatlangan ekan, faqat ana metalli qo'yilmagan ekan. Ramalari hamma yog'i but-butun. Bemalol ko'rib proyekt tekshirib olishingiz mumkin. 140 km bosib o'tgan, konserlargacha hamma yog'i ishlab turgan ekan. Holati zo'r ish qilib. Kama avtomobili. Orqa bortlari ham sendvich panellaridan katta qilib yasab qo'yilgan ekan. Bemalol odamlarni ortib, narsa tashlab yuraversanglar bo'ladi. Holati yaxshi mashinani. Kraskasi o'sha ikkita joyda ko'rdim. Yana o'zingiz uchun proyekt tekshirib olsanglar bo'ladi. Holati yaxshi mashinani. Bristol yurgan atigi 2020-yil mashina. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 10.300 ga beraveramiz. Urgib qolinglar, bosib yuboringlar.